O'zbekistonda naqd chet el valyutasini pasportsiz sotib olishda limit oshirilishi mumkin. Markaziy bank naqd chet el valyutasini pasport ko'rsatmasdan sotib olish limitini $100 dan $500 gacha oshirishni taklif qildi. Bu haqda regulyatorning jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan qaror loyihasida keltirilgan. Shunday qilib $500 ekvivalentigacha bo'lgan miqdorda naqd chet el valyutasini sotib olayotganda pasport talab etilmasligi mumkin. Mijozni tegishli tartibda tekshirish choralari o'z ichiga mijozning shaxsini identifikatsiya qilish va tasdiqlashni, shuningdek uning nomida harakat qilayotgan shaxsning shaxsi va vakolatlarini tekshirishni qamrab oladi. Banklar benefitsiar mulkdorni aniqlashi, ishbilarmonlik munosabatlari yoki operatsiyalarning maqsadi va xususiyatini o'rganishi hamda mijoz operatsiyalarining uning profiliga muvofiqligini, jumladan zarur hollarda mablag'lar manbasini doimiy ravishda monitoring qilib borishi shart. Bundan tashqari, loyihada bank hisob varag'ini ochmasdan amalga oshiriladigan operatsiyalarda tegishli tekshiruvdan o'tkazish chegaralarini o'zgartirish ko'zda tutilgan. Hozirgi vaqtda bunday proseduralar bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravariga teng yoki undan ortiq, taxminan 206 million so'm bo'lgan summalarda majburiy hisoblanadi. Endilikda ushbu chegarani 175 million so'm miqdorida qat'iy belgilash taklif etilmoqda. Tushuntirish xatida qayd etilishicha, ushbu o'zgarishlar aholi uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida kiritilmoqda.